Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kun hammaga, kun xayrli, barokatli, esda qolarli o'tishini hammalarga tilayman. Bugun qiladigan ishlarimni sizlarga ko'rsatib boraman. Men bilan birga bo'linglar. Uzoqlashib ketmanglar. Bugungi kunimiz yaxshi o'tadi degan umiddaman. Xudo xohlasa yaxshi o'tadi. Somsaga xamir qo'ydim. Bugun Jandarbegimning tug'ilgan kuni. Xudo xohlasa chiroyli o'tishiga harakat qilaman. Ertalabdan ozgina mazam bo'lmadi. Hozir turib, o'zimga kuch yig'ib, tug'ilgan kun qilmaymiz-ku, lekin o'g'lim uchun yoqtirgan somsalarini osh qilmoqchiman, non yopmoqchiman. Shularni qilishga harakat qildim ertalabdan. Kecha Makkaga toshib charchab qolibman qandaydir. Xo'jayinim tashidi, biz aravalarni to'ldirib turdik. Shunda ham qandaydir charchabman seni. Shunga ertalabdan somsa tayyorlashga harakatdaman. Xudo xohlasa. Hozir nonni xamirini qilib qo'yaman, somsani xamirini qilib qo'yaman. Keyin oshchi zirvayni solib qo'yaman gazga. Xudo xohlasa. Xamir bo'ldi o'sha. Endi salofanga o'rab olamiz endi. Mana xamirim. Salofanga o'rab olib qo'yaman, dam olib turadi. Keyin nonga xamirni boshlayman. Keyin ana qilamiz. Piyozlarni to'g'rayman, go'shtlarni to'g'rayman. Xullas, bugungi kunimiz shunaqa tarzda o'tyapti. Allohga behisob shukr. Strichlab qo'ydim. Olib qo'yamiz endi xamirlarimizni. Somsani ham, nonni ham tandirda yopmoqchiman. Bugun oddiy non emas, patir qilaman 4 ta. Qolgan somsa bo'ladi. O'shanda ikkovi ham bemalol sig'adi tandirga. Bir oqartirishda tandirda yopaveraman. Nonni ham, somsani ham. Bizda tok past, o'shaning uchun duxovkada uncha o'xshab chiqayotgani yo'q. Keyin narsalarni ham qizdirib yoradi yoki singitib yoradi, shunaqa. Bir qolipda pishirayotgani yo'q.
O'shaning uchun tandirda pishira qolaman somsani ham. Nonni endi. Bunga faqat suv, tuz, un bo'ldi. Boshqa hech narsa solinmadi. Faqat yoyayotganda margarin suraman xamirga, bo'ldi. Shu bilan patir non tayyor bo'ladi. Nonni xamiri ham bo'ldi. Endi buni ham 2 ga bo'lib olib yoki 3 ga bo'larman, bilmadim. Bo'lib olib 2 ga bo'la qolaman. Bo'lib strichlab olaman. Keyin buni ham dam oltirishga qo'yib, go'sht, piyozlarni to'g'rab olaman. Bunga ham salafon urib olaman. Shu strichni bir-biriga yopishib ketmaydiganidan olishim kerak. Hali unaqasini topmadim lekin hozirda. Strichlab oldim. Mana 2 ta xamirim tayyor. Bularni ham olib qo'yamiz. Keyin qolgan ishimizni qilaveramiz. Somsaga tavuqni filesini to'g'rab olaman. Oshga ham tovuq filesi olaman. Mol go'shti olib qo'yganman tovuq oshga solish uchun. Aralashtirib oshga solaman. Mana masallig'im ham tayyor bo'ldi. Endi buni hozir aralashtirmayman. Obdon xamiri tayyor bo'lgandan keyin aralashtiraman. Ungacha turib turadi. Mana yarim kilodan sal kamroq, lekin yarim kiloga yaqin tovuq go'shti soldim. Xamirlarni bir chekkadan yoyib olamiz endi. Birin-ketirlik bilan ochib olib yoyib olamiz.
urushmagan yoki hayotiga havasim kelmaydi, uni hayotida o'zi hech narsani Margarinni eritib oldim. Endi xamirga suramiz. Tug'ilgan kuningiz bilan qil, akajonim de. Sizni yaxshi ko'raman de. Vaqtimga sog' bo'ling de. Yuzga kirib, chol bo'lib yuraylik ikkalamizda. Ayt. O'pib qo'y, betidan o'pib qo'y ko'kingni. Ana, tug'ilgan kun marosimi bu ana, tabriklash marosimi. Akajonim de, acham-acham qil bor. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin akajonim de. Ayt, bor, acham-acham qilib qo'y. Yugur. Acham-acham qil. Ana, tabriklab oldi. Endi akasini endi yana xamirni nimasini nima deydi, margarin surishni to'xtatmaymiz endi. 4 ta xamir bor, hammasini margarinlab chiqamiz. Bu ikkinchi xamir bu. Bu birinchi xamir o'sha margarinlab oldim. Endi bunisini nima qilamiz, yoyamiz. Mana ham chiroyli xamir bo'lgan. Dam olib, rosa ham chiroyli xamir bo'ldi. Xohlasa yoyib olamiz endi. Salofanidan ochib yoyib olamiz. Voy chekkaga.